HTC 2K 400 Hz. Muhimi esa javob berish vaqti 0.5 millisekund. Bugun HTC'dan yana bitta ajoyib monitor oldimizda turibdi. Ya'ni UG 27EQ deb nomlangan model bir premium ko'rinishdagi o'yin uchun monitor. Mana shu monitorni haqiqatan 2026-yil uchun eng universal monitor deb aytgan bo'lardim. 2K 400 Hz da xohlasangiz maza qilib o'yin o'ynashinglar mumkin, chunki javob berish vaqti juda ham kam. Undan tashqari rang ko'rsatkichlari ham juda ham dahshat. Ya'ni men aniq aytaman, Dell yoki ProArtdan o'tib ketadi deya olmayman, lekin shunga juda ham yaqin bo'lgan rang bo'yicha ham sifatlarni sizga shu monitor taklif qiladi. Har doimgidek birinchi galda qadoq tarkibidan nimalar chiqishini ko'rib olamiz. Ikkinchisi, texnik xususiyatlari o'zi qanaqa. Uchinchi galda esa o'yin uchun o'sha qanaqangi qulay fishkalar bor. Buni ko'rsak, to'rtinchi galda o'sha rang xususiyatlarini nima uchun yaxshi deyotganimni o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin va yakunda shu monitorimizni dizayni va monitor haqidagi shaxsiy xulosani siz bilan baham ko'ramiz. Qani unda boshladik. Mana shunaqa ochish uchun o'zi qulay qilib ishlangan. Ko'rishimiz mumkin, sRGB rang kalibrovkasidan o'tganligi haqida o'zi sertifikati va ishlatish uchun yo'riqnomasi bor ekan. Tokkulash uchun pitana ikkita qismdan iborat, ya'ni blok pitanasi alohida va bu qismi 3 tali perxatlik yordamida ulanadi. Va eng muhimi bizda DisplayPort kabelimiz bor. Mana Bluetooth versiyada va yana o'sha monitorimizning fishkasi komplektda Type-C kabeli ham chiqadi. Sabab Type-C porti bor. Type-C porti orqali ham bemalol 2K 400 Hz ishlatishimiz mumkin. Oyog'ini pastki qismi odatiy HTC'da singan 6 burchakli qilishmabdi. Bu safar ancha boshqacharoq premiumroq sifatda beradigan dizayn. AMD FreeSyncga alohida urg'u qaratishibdi. Oyog'ini yuqori qismi ko'rishimiz mumkin, ergonomik podstavkasi. Oson qulay yig'ib olamiz. Hop, monitorni aylantirib olamiz. Bu safar HTC yozuvini boshqacha dizaynda qilishibdi uni. Ko'rishimiz mumkin, tayyor. Ana endi monitorning texnik xususiyatlari bilan yaqindan tanishamiz. Birinchi galda diagonal bizda 27 hisoblanadi va hozirgi kundagi ushbu diagonal uchun eng universal va mos keladigan tasvir o'lchami bu 2K, ya'ni 2560 ga 1440 hisoblanadi. Ko'rib turganimizdagi ranglar qorong'idan yorug'ga chiqib kelayotganda juda ham chiroyli ko'rinmoqda. To'g'ri, endi OLED bilan buni solishtirib bo'lmaydi, lekin muhimi ranglar o'z joyida va o'zi juda ham chiroyli ko'rsatmoqda. Yon tarafdan qaraganimizda ham turli o'zgarishlar yo'q. Ya'ni matritsasi bizda IPS bo'lganda ham ultra fast IPS hisoblanadi. Bunga sabab boyga aytganimiz kabi monitorimizni hali gaplashamiz, ishlash chastotasi 400 Hz hisoblanadi. Eng muhimi esa ko'rib turganimizdagi kontrast 1000 ga 1 nisbati, lekin yorug'ligi esa bir muncha yorug'roq deyishim mumkin. 400 kandela taqsim metr kvadratli ranglar ko'rsatishi o'z joyida. Sababi o'sha monitorimiz faqat o'yin uchun emas, ya'ni rang uchun ham alohida to'xtalib o'tishgan. Bitta dona DisplayPort 1.4 va bitta HDMI 2.1 orqali kompyuterga ulashimiz mumkin bo'lsa, yana qo'shimchasiga bizda Type-C port ham mavjud. Misol uchun ultrabooklar yoki MacBooklarga Type-C orqali ulaganda hattoki 2K 400 Hz gacha ishlashi mumkin ekan. Undan tashqari Type-C ga ulagan paytimizda notebooklarda yana kabellarni ko'paytirmasligi uchun bir vaqt o'zida o'sha kabel orqali 15 wattgacha quvvat ham olishi mumkin ulagan shu notebookinglar. Va albatta standart monitorlar singari yana bitta dona naushniklar uchun 3,5 mm audio jack tuynugini ham o'sha tashab ketishgan. Ana endi o'yin haqida fishkalarni gapirishdan oldin bitta narsani aytmoqchi edim. 2K 400 Hz bo'lganiga mazza qilib Counter 2 o'ynayotganman, Valorant, PUBG deb o'ylashinglar mumkin. Ha, o'zi aslida ham bemalol
kontur uchun ham, ish uchun ham xarid qilsanglar bo'ladi. Shunchaki bitta narsani tushuninglar, turnirlarda ham yoki katta chempionatlarda ham aynan 25 o'lcham Full HD va qancha yuqori chastotali monitor bo'lsa, shuncha yaxshi ushbu monitor bizda ya'ni action o'yinlardan, ya'ni o'sha Counter 2 kabi o'yinlardan tashqari istalgan o'yin uchun eng zo'r monitor deyishim mumkin. Sababi 2K ko'proq Gears olish uchun, 2K 400 Gears da o'ynash uchun ham ancha-muncha kuchli kompyuter kerak. Misol uchun kamida 4070 Ti yoki 4070 Super yoki 5070, 5080 kabi hatto video kartali kompyuter bo'lishi kerak. Ya'ni shu monitor o'zi kuchini to'liq ishlatmoqchi, ya'ni to'liq his qilib ko'rmoqchi bo'lsanglar. Yuqorida aytganimiz kabi 400 Hz javob berish vaqti muhimi 0.5 millisekund hisoblanadi. AMD FreeSync Premiumni qo'llab-quvvatlaydi. Undan ham tashqari ushbu monitorimiz o'sha Nvidia G-Sync ro'yxatidan o'tgan. Bu degani Nvidia video kartalar bilan ham ishlaydi, faqat ular bilan universal hisoblangan Adaptive Sync orqali ham yaxshi ishlaydi. Shuni hisoblaganimizda yoshligimizda ko'rgan kabi ekran ikki xil bo'lib qoladi. Ya'ni ekranni yirtilishlari, screen tearing deydi yoki kadrlar umuman bir g'alati bo'lib, glitch bo'lib ko'rinishi kabi effektlar ushbu monitorni ishlatgan paytinglarda bo'lmaydi. Nastroykasini o'sha AMD video kartangiz ishlatsanglar, shu FreeSync'ga bemalol kirib yoqib qo'ysanglar bo'ladi. Ana endi o'ng tarafda joylashgan bitta dona joystick bor. Joystick bosish orqali menyuni ochishimiz mumkin. Dastlab ochilganda bizda Xitoy tilida bo'ladi. Keyin 15 ga yaqin tillar bor. Biz o'zimizga kerakligini bemalol qo'yib olishimiz mumkin. Mana qo'yib oldik. Ana endi o'yin uchun maxsus rejimlari. Boyga aytganimdek FreeSync Premium yoqish, javob berish vaqtini, ya'ni время откликni, javob berish vaqtlarini ham o'zgartirishimiz mumkin ekan, lekin bu real hayotda juda katta farq bermaydi. Yarkis kontrastlarni nazorat qilishimiz mumkin. Undan tashqari o'sha o'yin uchun rejimlarda parsel chiqarib qo'ysak bo'ladi. Bemalol. Mana birortasini tanlaymiz. Mana hattoki rangini o'zgartirishimiz mumkin ekan. Qizil, yashil yoki mana avto deganni ham qo'shibdi. Ko'rishimiz mumkin. Mana qora bo'lib turgan joyda bizda qizg'ish rangda hozir boshqa videoga qo'yamiz. Mana yorqin joyga o'tganimizda u yashil ko'k rangi o'zgarmoqda. Ya'ni qo'yib qo'ygan parselimiz ham orqadagi fonga nisbatan kontrastni, ya'ni bilinib ko'rinib turish uchun teskari rangga o'zgarmoqda. Mana buni AI Crosshair deb atashardan MSI jabutda o'zi AI yo'q, nomini shunaqa qo'yishgan edi. Ya'ni shunaqa parsel ham bizda bor ekan. Yoki monitorimiz necha FPS da ishlayotganini bilib turishimiz uchun ekran burchagiga mana shunaqa funksiyalarni ham chiqarib qo'ysak bo'ladi. Albatta monitorimiz HDR rejimlari ham mavjud. Ya'ni o'yin uchun HDR va kino HDR rejimlari bor. Shu monitorimiz o'zi esa HDR 400 ni qo'llab-quvvatlaydi. Gammani ham biz o'zgartirishimiz mumkin ekan, lekin bu yerda gamma 1 2, 3 deb yozib ketibdi, lekin aniq gammani o'zi qiymatlari bor. Bularni yozishmabdi. Ranglarni issiq rang, sovuq ranglarga qo'yishimiz mumkin. HDMI, DisplayPort Type-C dan bittasini tanlab ishlatsak ham bo'ladi. Ya'ni bir vaqt uchta qurilmaga ulab, qaysi birini ishlatmoqchi bo'lsak, sozlamaga kirib o'zgartirishimiz mumkin ekan. O'yin uchun maxsus rejimlardan FPS, RPG, RCG bor ekan, kino, ko'z uchun himoya, DCI-P3, sRGB, Adobe RGB kabi funksiyalari ham bizda bor ekan. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim asosan mana shunaqangi ochiq dunyo o'yinlari yoki qanaqadir aynan missiya bajaruvchi, misol uchun futbol o'yinlarini yoki qanaqadir simulyator o'yinlarni 2K da mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Ba'zida sal noto'g'ri tushunishadi, nimaga Counter 2 uchun bo'lmaydimi deb. Albatta bo'ladi. Boyga aytganimdek, Counter 2 da muhimi ekran o'lchamidan ko'ra hozirgi kunda Gears muhimroq. Shuning uchun ham 2K da kompyuterlar qiynalib qolishi mumkin degan ma'noda faqat Counter 2 uchun bo'lsa, buni emas, boshqa variantlarni, ayniqsa o'sha 25 tali variantlarni qarab ko'rishinglar men tarafdorman, lekin faqat Counter 2 uchun emas, orada boshqa o'yin o'ynasanglar, ya'ni sizlar havaskor o'rtacha igrok bo'lsanglar, sizlarga bemalol Counter 2 uchun ham ushbu monitor bo'ladi degan ma'noda aytmoqchiman. Rang bo'yicha xususiyatlari bilan tanishamiz. IPS bo'lgani uchun ko'zga juda ham yorqin, chiroyli ko'rinmoqda. Bunga sabab birinchisi, monitorimizning oldidagi qismi matoviy emas, glansoviy qilib ishlangan. Rangni yana ham chiroyliroq, yana ham bir sochliroq ko'rinadi.
Albatta buning sababi yana monitorimiz 10 bit ekanligi, ya'ni 8 bit plus FRC 1 milliarddan ortiqroq rang tuslarini shu monitor uzata olishi mumkin. Undan ham tashqari o'zini DCI-P3 sRGB xususiyatlari chakki emas desak bo'ladi. Sababi hamma monitor ham DCI-P3 ni 98% qo'llab-quvvatlamaydi. Ayniqsa ushbu monitorni narxi atrofidagilar. sRGB'ni esa shu monitorimiz 130% qo'llab-quvvatlaydi. Mana shunaqangi faqat qora fondagi oq narsa tursa, monitorni sal o'sa ham kuchini his qilib ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham ko'p monitorlar shu payt oq rangdagi joylari ko'k tusga tortib ketib qoladi. Ya'ni low blue light bor deydi-yu, lekin uncha yaxshi ishlamaydi. Lekin shu monitorda ko'rishimiz mumkin. Low blue light ko'z uchun himoya, ya'ni flicker free texnologiyalari juda ham zo'r ishlamoqda. Ko'zga nima deydi, bir xil monitorlarga qarasanglar ko'zinglarni charchatadi, yoshlatadi. Shu monitorda esa qanaqadir ranglar yumshoqroq ko'rinmoqda. Shu uchun ham o'z Asus monitorlari Pro Art seriyasida ayniqsa oldi qismiga mana shunaqangi ranglar juda ham chiroyli, sochli ko'rinsin deb ular ham glansiy ishlatishadi va shu monitorda ham glansiy ishlatgan. Bitta narsa aytmoqchiman, monitorimizni o'zi ko'rinishi, bunda rang ko'rsatishlarini-chi HTC degan logotipini yopib turib, o'rniga Dell'mi yoki Asus'mi deb yozib qo'yganda bu odam haqiqatdan Asus yaxshi monitor chiqaribdi, dizaynini ham boplashdi deb o'tib ketgan bo'lishardi. Lekin juda ko'pchilik misol uchun HTC degan yozuvni ko'rib Xitoy monitori degan fikrga borishinglar mumkin. Lekin unaqa deb umuman o'ylamanglar. Hozirgi kunda HTC o'sha premium segmentdagi monitorlarga yaqin monitor chiqarmoqda. Ya'ni kimdir o'ylaydi HTC yaqinda kirib kelgan brend. To'g'ri, O'zbekiston bozoriga kirib kelgan bo'lishi mumkin, lekin dunyo bozorida HTC ni o'rni ancha-muncha katta. MSI bo'lsin, Dell bo'lsin, BenQ, hattoki Redmi monitorlar ham hozirgi kunda ancha-muncha matritsasini o'zi HTC ishlab chiqarib beradi. Bu haqida, ana HTC brend haqida biz hali alohida video tayyorlaymiz. Ko'rib turganimizdek, oxir payt meni shaxsan o'zimga ham HTC ning rang ko'rsatishlari yoqmoqda. Ya'ni rang ko'rsatish uchun ham o'yin uchun o'zimga shunaqangi 2K bitta monitorni xarid qilish niyatim ham bor. O'zi aslida mana yon tarafimda menda HTC ni 25 300 Hz monitor turibdi misol uchun. Bo'sh paytda shunchaki kontrikka o'ynab turish uchun. Ana endi asosiy rang ko'rsatuvchi monitor sifatida ham HTC ni olish bu juda ham yaxshi variant bo'lmoqda. Sababi narx hozirgi kunda MSI bilan teng, hattoki arzonroq chiqmoqda, lekin MSI ga qaraganda yuqoriroq xususiyatlarni, ko'rinishlarni bermoqda. Ayniqsa rang borasida ham MSI dan ko'ra hozir HTC juda ham yaxshi chiqarmoqda. Ana endi monitorimizni dizayni haqida gaplashadigan bo'lsak, HTC monitorlardan umuman tubdan farq qiladigan podstavkasiga ega, podstavkasidagi maxsus yozuvlari, oyoq qismida ham Shield yozuvlari turibdi, ya'ni shunga alohida urg'u qaratilgan, xuddicha HTC logosini ham bir boshqacha bo'rttirib qizil qilib qilishgan, xuddi mashinalarning Redline bo'ladi-yu, xuddi shunaqa o'xshash dizaynda. Ya'ni orqadan ko'rinish ham HTC logotipini olib tashlab o'rniga misol uchun BenQ deb qo'ysanglar ham chiroyli qilibdi. BenQ deb o'tib ketadigan darajada shunaqangi premium ko'rinishdagi dizaynni qilishgan. Muhimi ergonomik podstavkasi bor. Ko'rishimiz mumkin, bemalol 13 sm tepa pastga tushib chiqadi. Mana shu turgan holatida 30 gradus chapga, o'ngga qarash imkoniyati bor bizda. Mana monitorimizni undan ham tashqari esa bemalol hatto o'sha 90 gradusga ham aylantirib, biz planshet rejimda ham ushbu monitorni maza qilib ishlatsak bo'ladi. Mana. Xohlasanglar mana bunaqasiga ham qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Mabodo oyog'i yoqmay qolsa ham bemalol yechib olib tashlasanglar bo'ladi. Orqa qismida 100 ga 100 VSS ham bor, ya'ni o'sha kranshterlarga ham bemalol shu monitorni osishinglar mumkin. Ana endi shu monitorimizni 5 ta jihatidan necha baho bergan bo'lardingiz? Ya'ni 5 ta xususiyatini ko'rib chiqdik deb mendan so'raydigan bo'lsanglar, men albatta 5 dan 5 bergan bo'lardim. Oyog'i qulay, 2K 400 Hz IPS 10 bit rang ko'rsatishlari juda ham chiroyli. Xuddi menga yoqadigandek Asus Pro Artlar singari oldini glansiy qilgani. Menimcha universal monitor uchun nima kerak bo'lsa, barchasi shu monitorda mujassam deb aytishim mumkin. Marhamat, 2026-yil uchun shunaqa setup qarab yurgan bo'lsangiz, ham Hz baland, ham rang ko'rsatishlari yaxshi bo'lgan. Muhimi boyga aytgandek, DCI-P3 98% bu juda zo'r deyishim mumkin. Eng premium segmentlar o'zi 99% ko'rsatadi o'zi.
Lekin shu monitorimizda 98, ya'ni ozgina bo'lsa o'shalar yoniga yaqinlashgani uchun juda ham zo'r narx deyishim mumkin. Marhamat, shu monitorimiz yoqqan bo'lsa, hozir o'zida GS Store do'konlari orqali xarid qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab ham yetkazib berish xizmatlari mavjud. Har doimgidek videoning tagida manzillarini qoldirib o'taman. Murojaat qilsanglar bo'ladi. Men uchun HTC'dan yana bitta ajoyib shedevr monitor bo'ldi. Rang ko'rsatishlari haqiqatan juda ham zo'r. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul, effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.